Navoiyda ayanchli, dahshatli, yuraklarni larzaga soluvchi voqea sodir bo'ldi. Gap shundaki, katta hajmdagi yuk mashinasi yengil avtomobilni bosib, pachoqlab tashladi. Eng ayanchlisi, yengil avtomobil ichida 2 nafar fuqarolar bo'lgan. Rasmiy munosabat aytilishicha, joriy yilning 21-iyul kuni soat 05:30 da mazkur kon hududida avto ag'dargich va xizmat avtomashinasi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 nafar ishchi xodim vafot etgan. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, mazkur yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari o'rganilyapti. Kombinatning mas'ul tegishli xizmatlari xodimlari tomonidan bunday noxush hodisalarning oldini olish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz, deyiladi rasmiy munosabatda.